kecha sizlar uxlanglar tilga kirmasdin ish kun sizlar bo'lsanglar bana mansub bu kecha sizlar uxlanglar tilga kirmasdin ish kun sizlar bo'lsanglar Çilayman sizler uxmanglar Gül bilen tang çilayman sizler buranlar Bana o'xshash yurib tursin mening uyimlar Yaproqlarga singib ketsin mening Senin ismin Mahmud, dadanın ismi Moydin. O nayeti yuvaş bir savdogar. Mahmudning dadasi pullarning g'amini aldamchiga berib, unda bilan chakraganmi? Amsu aldamchi keyin qana bo'lgan. Mahmud o aldamchini izchil izlayotgan. To'g'ri deysan aka. Shunchalar bo'lib ketdi. Hozirroq jip uchuq. Dadanın ishkanda. Mening o'g'lim sen bo'lgan bo'lsang, sen o'zgacharamding. Men atrofimdagilarni surishti qildim. Buni qo'lga tushirdim. Bank hisob nomeri? Özünün pulunu emas. Urug' tuqqanlarni, do'st birodarlarning hammasining pulini berib o'tgan. Ayni yillari dadanın Kamil deb bir og'inisi bor ekan to'q. Dadanga pul lozim bo'lib qilib, shu Kamil degan og'inisidan pul so'rab beribdi. Lekin u chaqda Kamilning qo'shidan pul yo'q. Dadanga faqat kart nomerini qoldirib qo'yishni, necha ko'chada pul urib qo'yish deydi. Dadang shu vaqtda mush kart nomerini Kamil degan og'inisi qoldirdi. Qiziq yeri men bunu tekshirsam dadanın namida emas ekan. Demak, bu ayni yil shu aldamchi odam qoldirib qo'ygan nomer bo'lishi mumkin. İlyar, meni bank kartasi bor, mana tekshirib bera. Vay, bir yüzün ma? Biz oyga oğur kiripti. Qanday bu yoq? Shirkatimiz bu da uchirgan o'ngsizliklaringlarga esdashlik bildiramiz. To'lamni yaxshi saqlang. Rahmat. Bugungi qalbimiz uchun. Cheers. Bu nima qilganingiz? Bu birayning yoq hech kim qilmabsiz ayasiz. Ma unutib qolmang, ma shirkat ma'chirgan sizni. Ma bo'shanda sotmasak, ma yuzni qanday ko'tarib yuraman? Kechiring, men cho'qim tirishimlar. Tirishimi, bir joy bo'lsa tirishimni da'vat qilay. Hech bir nimani ko'rib boqmadim men. O birini chiqib chirayman. Çayımı koyup koymagan. Kopa, gitmez. Dötlüge şu.
Qopang, bir şeylerini yig'ishtirib ketamiz. Voy, qopang. Nima degan dötsiz, nima degan kalampay? Qiz bolam sizdan qo'lamda. Ma dunyoda ishki döt olsa, birinchi siz, ikkinchisi siz. Men bu döt. Ne bo'ldi? Ko'rib ha? Omad sug'urta şirketi. Biz baplab baxmal mundaqmi şirketlar bor ekanda? Adara. Xeyli utuqliq. Ular sug'urtaga haqiqatan qiziqar ekan. Navbat ularning inkosiga qaraymiz. Bu qadimgi nishonni sen topdingmi? Albatta. Kishining ismi Iskandar, ayolning ismi Rana. Qana, bulamdiki? Bo'ldi ekan. Eng yaxshisi bizning Shamsiyani qurbon qilmoqda bu qitim. Mahmud degan adash uchiga chiqqan buzuq. Shapaqchi, ashtal odamlarni topadi ekan bu. Shahvani shu. Deyimizni topgan odamlarimizning hammasi shahvani. Xuddi senga o'xshash. Voy Shahvani degan sen, o'y. Voy sen uchiga chiqqan. Ay, Yaxshimisiz? Ahmet sug'urta shirkatidagi Gul bormi? men shu. Bir masala so'raydiganmiz. Men sug'urta olaydigan. Shuningga bir paranglish baqaymikin deb. Qanday masala bo'lsa, udulni mendan so'rasangiz bo'ldi. Yo'q. Eng yaxshisi shu ko'rish paranglashganimiz yaxshiroqmiki? Ma'qul. Bildi. Ma'qul-a? Ko'rish mendan paranglashalik deydi. İlyat, saytdan berib tur. Zanjiringiz jib chiroyliga. Rahmat. To'yliq zanjirim. Shelyoba. Sizga havas qilyapti majmu. Bugun sizni izlashimizdagi sababni dal mana shu zanjir uchun. Biz buni sug'urtaga qatnashtiraylik deb o'ylashyapmiz. Ashtama ajib yaxshi o'ylabsizlar. Unda Osmon meni ism katta. Bo'ldi. Veyrana buldu armanlar. Veyrana buldu. Zirkib qapsa, ha? Veyrana buldu bek sirikdim. Qanday qilib endi? Bu Shamsiydan kelmaydi. Sig'inib ketdingmi? Voy, bek sig'inib ketdim, yuraklarim og'rib ketib bordi meningki. Sig'inib Bek yuzi qilinkansa, bek yuzi qilinkansa. Keldingmi? Ha. Demek bular biz zanjirga sug'urta qilmoqchimikan? Ha. Bu zanjir necha priyat ko'ygandek qilaman. Odatda qimmat buyumlarni sug'urtaga ilishdan burun bir tekshirdi. Biz shu vaqtda zanjirni almashtirasak bo'ldi. Bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki zanjirni almashtirish uchun qo'lmayot chaqqanimiz kerak. Biroq Mardan oldin qator sug'urish shirkatining odami bo'lib, ularning ko'zi ko'rinib bo'ldi.
Bu amal bo'lmadik. Amsi men chiqsamchi. Olmaydi do'stim, quloq tez emas. Maşallah. Sen bana işin gerek. Bo'pti, zanjirni almashtirib tayli. Hech bo'lmaganda bir o'xshash zanjir tepishim kerak-da. Xotirjam bo'lma tushdik. Qachon oldi? Bayam sarasida qilgandi. Mavu psixika qo'ygan nima deb o'qiydi mavu? Kichik ishlar ey. Chiqib bağı. Men tushdan keyin o'xshash zanjirdan tepib kelma. Nega? Uxlayman. Biz zanjir izlaymiz. O'xshashini topolmaysizlar. Men o'xshash zanjirdan birini tepib, mala bir ko'rsatmasam, mayli. Acab bir ish bo'ldi Juma. Ya bu hozir hamma narsaning saqtisini topib oldi. Nima ish bir zanjirniki topolmaymiz? Shundagina. Ya turda izlab boqamsa ya. Orada izlab baktım, o'xshash nusxasini faqat topolmadim. Ne tutup be? Endi Shamsiyaning rasmini nima qildi? Qanaqa qilsa buni? Obdan qarag'ina. Ay bodi qilay, hozir qanday vaqt qizning rasmini qarab. Ya ab bo'yindagi zanjir qaranglar. Ya o'xshash zanjirkan bu. Rost o'xshashgan bu. Chiroqda qorong'u deganmish-da. Shuma dedim-ku. Men ma rasm ko'rgan vaqtimda men zanjirni bir yer ko'rgandek his qilgan. Shamsiya, Mardan sizda o'xshash zanjirdan birisi bor edi-ku. Mana berib turing. Meni unda zanjirim taqqanimni sen qachon ko'rganding? Ara, sen o rasmni qachon taqqan? Men 4 yilning oldida tatgan. 4 yilning oldida? Voy, yo'q. Shamsiya, siz zanjirdan qancha pul setib olgan? O nech ko'rgan? Siz bildikan bu. Xalqdan ketgan necha tuman. Ma ikki zanjirni almashtirsak, mahsulotni bildik-a. Yo'q. Nimishqa? Chunki bu zanjir Shamsiyaning qo'lida emas. Uni uyda. Amsi uyga kirib akasini bildikan hech qancha emaskan bu. Xeyli cho'ng ish. Uyga kirib akildigan shu bo'lsa, biz zanjirni almashtirib turgan pullardan voz kechsak bo'lgan ku. Bu sizlar nima deydigansizlar? Shamsiyaning uyi mush shaharda-ku berib akasini bildikan-ku. Sen Shamsiya oldin qator uy qilgan vaqtni qachonligini bilamsan? Qachon? 3 yil burun. 3 yil burun? Bu shu Sen bana nasihat qilib keldingmi? Nimaga? Men uyga kirib zanjirni ekkansin deb. Shamsiya ikkimiz hamkorlashgan tunji kuni men sana degan. Men o'zim xohlamaydigan har qanday qilsangiz olmayman degan. Onun oydu bire qo'qishama? Balkim shundamiki. Bizga bu gaqib boqmagan. Uni ishlarini vaqo qarab Mahmud obdan tushundi. Hozir hamma narsa talab oldi shu zanjirlik ham. Shamsiya gaqilda uyga bir berib kelsinlar. Foydasi yo'q Juma. Mahmud isxana olaki. Mahmud Shamsiya bilan shunchalar yaqinmi?
Şemsiye Mahmut yaxshi ko'raman deya. Mumkin emas. Voy. Meka. Voy, meka. Aka. Ha. Sen bilan masal ishim bir ishotdi. Şemsiye uy qaytib zanjir ag'lamaydi. Voy, u uyga bormasa, men plan sug'chirishdi. Bu ikkisimi unda bir eskilikni puchish qadam emas-ku. Faqat bo'lmasa vazgeçinglar bu ishdan. Unda degan bilan mamashqqa xeyli bir kuchim sarf qilganman. İlyar, aldıqda sana bergan pankartisi neda? Stolning ustida. To'g'ri. Men sen dal mushkam demoqchi edim. Sen oldin qatim Abduzga akanga mush materiallarni tekshirishga havola qildim deb aytgandan. Qanday bo'ldi? Mush ikkini javobini bermaydi degandi. Endi men kasbiy haqqir emasligini, banklarning sistemasiga kirishga mening amalim yo'q. Lekin men sirtki do'stlarimga havola qilib qo'ydim. Bir necha kun saqlab qo'ydim. Bo'ldi. Rash bormi? Uyga zanjirni qilishim kerak. Ma'qul. Menda sababini so'ramamsan. Sening bunda deyishingda o'zingning cho'qim sababi bor. Sening degan bo'lmaganki, mening so'rashimga zaruriyat yo'q. Voy, qizim qaytib keldingmi? Nechaqningizda uyning eshigini nega qaralganligini unutib qolgansan? Voy, mabalni? Bu da yana qancha kun turmoqchisan? Qosqon qandaq? Tamoq buyurib beraymi? Endi qaytib keldingizmi? Ha, shu. Akşama bağlı bilen aşı oturup. Kızımız qaytib keldi. Kızımız mı? Ay kuta, akşam şu ağın balla bilen abi dostumuz birlikte oturup sen çıkış yoğurtken mi? Şu aşağıda konup aldım sizlerin avar kılmaydı. Bizni avar kılmaydı deyip, ne diyor kakın avar kılıp judunuzdan ha? Ay gummallanmıgına kutan, gummallanmıgına senin muş gummallanmıgına işin. Telefon kısam telefon at, idik deydi o. Acep yaxşı işken bu ha? Nakşı uçak mıydı gepti o? Telefon işki kıpaysan boptu ken sizge? Boğazıға şunda kıpaysan bir yaxşı oldu kutan. Ay kutan, sen rastge kısmı, işenmesen yağınge kısmı. Bana muşta emas mı? Muşta çandırсыз emas mı? Sizning närede qunap yurganingizni men bilmaydi deb o'ylab qolganmidingiz? Sizga qarang, tegdim bir buzuq bir erkansiz asli. Atsa, ağzın çaqı etib gaqilcima. Men nim depdim ha? Ha, sening qata chaydin kim? Nimishlar qilganim meni bilmaydi deb meni galvan qarab qolding sen. Nima? Degina men nima ish qildim ha? Men nima ish qildim degina? Dur qo'yganman. Ura, sening qulog'ing g'araq tichdin. Odam urishni mas nima ish qilding qadi? Ura. Bak,
Ben seni öldürdüm, ağzım boşam. Ben sana teknik yapmadan, onu teknik yaptım. Ben namuslu bak hoşçular. Lan niye buna kılıkan da ya? Bu öğretmenlerden başka bir bombamdı deme. Hasal? Öte qovurup, muş hasal üçün mü? Bunun qimmatini ishga anam bildi. Teberrük bahadır kuvvet eserleri. Oy, geldiniz mi? Sizler rahmet sizge. Çapa çektiniz mi? Şemsiye tayyorligini qilib kelmoqchi. Oy, nega? Sug'ur chekmadim bo'lib zanjirlamashtirmiz. Bu planni men tuzganki, men berishim kerakdi. Lekin quloq tez bo'lmasa. Bu to'g'ri emas-ku, gap qilinglar menga. Ey! Şemsiye sipasini qilib turay. Bugün Mahmud tazı normal emas şuma. Qana deysa? Mahmud aldıda bu zincirini almashtırılgan qo'shilmayotgan. Lekin hozir Mahmudning o'zgarishi sal tez bo'lib ketdimi qanda? İş qilib bugün faqat to'g'ri emas bu. Men bu deb bermayman ish qilib. Xata. Zanjir masala yo'q-ku. To'xtab tursanglar bo'ldi. Ko'rayotgandan keyin shu ankandik varaqni ostiga. Kendik sigma. Ha. Rahmat. Unda zanjirni yaxshiroq saqlanglarmi? Bo'ldi, chataq yo'q. Biz maylimdasiz. Bo'ldi. Biz maylimdasiz. Rahmat. Muborak bo'lsin. Ma'qul, bo'ldi. Peshim qiyib ketyapti-da. İşesam şusa. Vitamin, manshin. Men azroq ishim chiqib qoldi. Sen qaytib bergin. Kaçın diye. 107.
108, 109, 110. Ha, qanday oldi? Ha, qanday oldi? Oy, nima bo'ldi? Bu mening zanjirimga. Ha? Mahmud almashtiramga o'xshamamda. Yo'q, to'g'ri emas. Voy. Ha, ma'qul. Ha, bildim, rahmat, ha. Ma'qul. Men avval qilgan materialning natijasi chiqibdi. Mahmud menga bergan bank kartasining egasining ismi Iskandar ekan. Ang materiallarni sal turib avat qilganman. Voy, tutdirsizlar o ishlar. Men zanjirga obdan qarayli. Bu Shamsiya bu nima bo'lgani bu xatolashmagasizlar? Men xatolashmadim. Zanjirimni ustida dalgyapti. Voy bu amsa attay qo'yishlarimizni hozir bika olibdi-ku. İlyar, baya bank kartasining egasining ismi nima? Iskandar. Men bank kartasini ko'rdim. Mahmud men oldin qatim bergan bank kartasining nomeri bilan bu ikkisini unda bir eskilik kuchi chiqadi emaskan. Faqat bo'lmasa boshqachalar bo'ldi. Unda degan bilan mamashqi xeyli bir kuchim sarf qilganman. Ya, aldıqda sana bergan pankartisi nerede? Stolning ustida. Qo'lda to'silib qolgan eng yaxshi xonasi qo'shmaganda ham nimalar o'xshashgan. Bey, Abska. Kartının egisini tapdım. İsmi İskender ki. Akşam ismi İskender, ayolning ismi Rana. Hemsi to'g'ri ki. Uzak o'tmaysan materialni avatib berma. Sen aldiraqsanlar qilmaydi. Ma'qul. Bildim. Mübarek olsun. Peşim kayıp gidiyordu da. Yine azırak şimdi çıkıp kaldı. Sen qaytib bergin. Hı?
Sadece puruk pişik tamak ya derizler içinden mi? Ay çüte ya deriz ya. Ay? Sen kim o? Sen sug'urta shirkatining adimi emas-ku sen. Ben sen tanımayman, kim o sen? Dadamning ismi Mo'ydin. Ben Mo'ydin ismli birisini tanımayman. Ben sana dedim ben Mo'ydin ismli birisini tanımayman deb. Beş yıl oldu. Ben to'xtamay bir tushni ko'rdim. Shunda dadam binoning ustida bir qarsoy kelib uni keyinlashtiryapti. Men tirishdim. Lekin har qancha qilib bu qarsoyning chiroyini ko'ramagan. Yo, sen xato tuni qilibsan. Men unda ish qilib boqmadim. Ben faqatla bir aldamchi, ben unda ish qilib boqmadim. Sen xato tuni qilibsan. To'g'ri. Sendan shu aldamchi. Ama ben 5 yil ilgari bu kasbga kirmagan, sen xato tuni qilibsan. İnsan degan bir tanesi. Mangu xatarga yo'liqmoqchi. Rostga qilmaydi. Ben rostga... Ey! Sen nima ish qilmoqchi? Men bir haqiqat olmoqchi. Men haqiqat o'qimayman. Nima? Ben rost bu ishlarni qildim, sen rost odamni xatotini qilibsan. Dadam kichikimda menga deydi. Bir oq ko'ngil sadda odam bo'ldi. Men shunday odam bo'lg'im batdi. Dadam o'xshash. Tuyuqsiz o'ylab qolaman. Sinimdek odamlar bo'lmagan bo'lsa, bir oq ko'ngil odam bo'lish nima degan baxtli ish bo'ladi. Ya sen so'rab o'psan. Ey! Sen rost odam. To'xta. Men to'xta. Men to'xta. Tigina. Da. Tigina. Da. Tigina. Sen kim? Tigina koy. Beni koy ya. Mahmut gitmeden Allah. Mahmut gitmeden Allah. Mahmut beni gitmeden Allah. Malımın bankartısı. Banka kartısının en ağır çıkanısı 76 emas 25. Sen izdavatqa adam bu emasga ishqisan faqat ismilam o'xshaydi ya. Mana bu do'stlarimga havol qilib avat kuzgan material. Bu odamning ismi İskender. 66 yil to'lgankan. Hozir 50 necha yosh. Ey, Mahmud, sen nima qilyapsan? Sen buni odam emasding qo'y. Ey, sen izdavatqa adam biz deb bermas. Sen intiqomini biz olib bermas. Sen nima ish qilyapsan?
Qanday bo'ldi? Uxlab qoldi. Men onun bilan tanışqandan yoqi bugun tunji qitim ishda qiziqqan oldini ko'rishim buning. Mo'lcharimcha hayotda tunji qitim deyman. Mahmud baldırlam soğuqqan bo'lgan bo'lsa, bunchalar jiqish yuzamaydi. Navad uning o'rnini sizlar olganmisanglar, so'qqa bo'lalamdinglar? Mahmudning ko'nglidagi bu tugun 5 yil bo'ldi, izchil qiynatdi. Mahmudga o'xshash haddidan ziyo so'qqa odam bir portlab kelsa, o'zini kontrol qilmaydi. Ras. Ishki o'g'rini qanday bir taraf qildinglar? Ketadigan chaqda rahmat aytib ketdi etib menga. Chataq yeri maqtim, zanjirni qo'lga tushiramdimda. Zanjir. Zanjirning ismi chiqqandan kella kallamdan bir savol faqat o'tmaydi. Shamsiya, bo'yningdagi zanjir sen kim savol qildi? Ko'nmabdingmi? Ha, ma'bdim so'qqan. Bekle. His qildingmi? Nimani? Düşmanning edi. Aleksar. Bek baldırğı. Sendek baldır emasdi. Hamma kishilar kun patqanni ko'rish yaxshi ko'rdi. Lekin dadam kichkin tatib menga kun chiqishi ko'saklar chiqadi. Nimishqa bilamsan? Sen tushkuch uxlab yotmishsan deydiganda shu. Men bir ishni va'da bersam bo'ladimi? Buningki nemish yuz berishdan qat nazar men bir degina. Degidek shu chiqim deyman. Men yallam sana dadamning nimishqa kun chiqishini ko'z sog'im deb berayman. Nimishqa? Chunki uning kishilarga berishligini ishonch.《人民警察提醒您：我国刑法198条明确规定，保险诈骗罪情节严重者可处10年以上有期徒刑。请不要用侥幸的心理触碰法律的红线。 Kamilyon her şembe iki stüdyo salonu, Köznakep detali ve başka nopuzluk taraflar tartıldı. Bizni izchil qo'llab kelayotgan hamda biz bilmaydigan lekin asarlarimizni hamlarlab kelayotgan salonlarimizga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Har qanday salon bizdan beso'rab o'z oldiga tarqasa bo'ldi. Hamda ko'rmalarimizni bizni qo'llab asarlarimizni tarqatib qo'yishni umidimiz. Chunki sizlarning qo'llashinglar biz uchun texnik yaxshi ijod qilishga ma'naviy kuch bo'ldi.